Mana O'zbekistonda aholimiz ko'p. Mana aholidan so'rasangiz, bemorlardan yoki yaqinlaringizdan tomoq chayganda holating qanaqa bo'lgan desa, yaxshi deydi. Burun chayganda yaxshi deydi. Tezroq tuzalgan bo'ladi. Oddiy misol, uyga borganda bolaga tomoq chayishga rastvor suvli tayyorlab bering. Tomoq chayayotganda qarqara qilib chayadi-yu. Shunda panani tushirib qarasangiz, yumshoq tanglar bilan tilla orasida suvli aylanadi. Orqa qismiga yetib bormaydi tomoqni va to'liq yengillik olmaydi. Agarda uyda shpritsda yoki lorga borib shpritsda chaydirsangiz, orqa qismiga tegadi va yengillik oladi. Aytishyapti, yiringlagan tomoq chayilmaydi, yiringlagan burun chayilmaydi, chaysa tarqab ketadi. O'zi tarqab bo'lgan, u yiringga yuribdi. Nima, yiringlagan tomoq ovqat yemaydimi, suv ichmaydimi? Ichadi-yu, ichganda oshqozonga tushadi. Tarqab bo'lgan. Yana qanaqa tarqalishi mumkin? Aytishligi mumkin, ezish mumkin emas, bu yuvish mumkin emas degani emas. U misol uchun tanani o't betida yiring absesscha yokida u narsa chiqsa, ustiga malham qo'yishadi. To'g'rimi? Og'riq qoldiruvchi yokida u yiringni yig'uvchi yoki yiringni pishituvchi. Tomoqda ham xuddi shunaqa. Hech kim ezmaydi. Xirurgiya qonuni bor, yiring bor joyi ezish mumkin emas. Yo ochib tashlash kerak, ochib chiqarib yuborish kerak yokida ustiga malham qo'yish kerak. Tomoqda ham xuddi shunaqa. Tomoqni ustiga yiringlagan, uni chayish, uni antiseptik qilsa, bemor uje infeksiya o'lishini hisobiga o'tda yengillik hosillik qiladi. Yengillik bo'ladi.